Türkiye Cumhuriyeti reislik girbidagi 16 yulduzning 3-si bo'lsa, Yevropada qurilib Sharqiy va G'arbiy Rim imperiyasiga tahdidlarni sog'an Yevropa Hun imperiyasiga simbol qilinadi. Yevropa Hun imperiyasi milodiya 350-yillardan boshlab 469-yillarga qadar hukm surgan va shundaqla Anatoliya tuproqlariga, ya'ni hozirgi Turkiyaning ko'p qism zaminlariga tunji bo'lib kelgan turk davlatidir. Yevropa Hun davlati Yevropaning tarixiga ta'sir ko'rsatib qolmasdan Yevropaning keyin shakllangan siyosiy xaritasiga nurg'unlagan ta'sirlarni ko'rsatgan. Yevropa Hun imperiyasida 8 xon hukm surgan bo'lib, uning ichidagi eng mashhurisi bo'lsa Attila. Biz ilgari qismda tafsili so'zlab o'tganimizdek, Buyuk Hun imperiyasi milodidan burun 209-yili Mataxon tarafidan qurilgan. Bu davlat oraliqda azroq bo'linish girdobga duch kelgan bo'lsa-mu, lekin milodidan keyingi 48-yillarga qadar o'zining mavjudligi va kuchini saqlab kelgan. Milodiya 48-yil kelgan vaqtida Hun hukmdorlarining bo'linish sababli ikkiga ayrılgan. Yani Sharqiy Hun imperiyasi va G'arbiy Hun imperiyasi deb ikkiga bo'lingan. Sharqiy Hun imperiyasi tarixda kechirgisiz jinoyat o'tkazgan. Yani Sharqiy Hun imperiyasi Xitoylarga biqinib, Xitoylar bilan birlikda G'arbiy Hun imperiyasiga qarshi turgan. G'arbiy Hun imperiyasi bo'lsa, o'zining mustaqillik yo'lida davom qilgan. Ta milodiya 90-yillarga qadar o'zining mustaqillik yo'lida mustahkam turib, kurashlarini davom qilgan. Milodiya 90-yil kelgan vaqtida Sianpila kuchayishga boshlagan. Shundaqla Xitoylar ular qo'shilgan Sharqiy Hun imperiyasining qo'shinlarining hujumida chekinishga, ya'ni o'zining ona yurti bo'lgan tashqi Mongoliya tarafdagi o'zining zaminlaridan G'arbiy Turkiston tarafga chekinishga boshlaydi. Ammo chekingan bo'lsa-mu, milodiya 150-yillarga qadar Turkiston atrofida o'zining mustaqilligi uchun Sianpilarga qarshi, Xitoylarga qarshi va xoin Sharqiy Hun imperiyasiga qarshi kurashlarni davom qilgan. Bu vaqtda G'arbiy Hun imperiyasi o'zining poytaxtini Kuchaning shimolidagi Tekas va Kunesni qilgan. Bilganimizdek, milodiya 47-yili Tanshuxi boshchiligida Sianpila imperiyasi qurilgan. Sianpila kuchlanib G'arbiy Hun imperiyasiga bo'lgan hujumini kuchaytgan. Shundaqla G'arbiy Hun imperiyasida ba'zi ocharchiliklar, qiyinchiliklar yuz berishga boshlagan. Yana bir tarafdan Xitoylarning hujumi Sharqiy Hun imperiyasining hujumi ostida mana bu shundaq turli omillarning sababi bilan G'arbiy Hun imperiyasi yıkılgan. Ama yıkılgan bo'lsa-mu, G'arbiy Turkiston tarafga ko'chib, ba'zi tarqoq, ba'zi kichikroq birlik ostida o'zining mavjudligini davom qilgan. Bu ahvol toki milodiya 350-yillarga qadar davom qilgan. Sharqiy Hun imperiyasi bo'lsa, milodiya 216-yil kelgan vaqtida Sovsov tarafidan yo'qotilgan. G'arbiy Hun imperiyasi 350-yillarga qadar o'zining odam soni va chormallar jihatdan ko'payib kuchlangan. 350-yildan keyin Yevropa taraf qarab ko'chishga boshlagan. Bu vaqtda Yevropaning, ya'ni Yevropada hukmronlik qilayotgan Rim imperiyasining ahvoli nihoyat davolg'ish ichida edi. Ichki jihatda ocharchilik yuz bergan, tashqi jihatda German qabilalarining hujumlariga uchrab turadi. Uning ustiga milodiya 285-yili Rim imperatori 4 hukmdorlik tuzumi deydigan bir yangi tuzumni o'ttirib qo'ydi. Bu sababli Rim imperiyasi texmi davolg'ib ketdi. Milodiya 330-yil kelgan vaqtda Rim imperatori Konstantin poytaxtni hozirgi Istanbulga yetkazishni qaror qildi. Uning bu qarori sababli Rim imperiyasida davolg'ish ziddiyat texmi kuchayib ketdi. Ya'ni G'arbiy Hunlar Yevropaga ko'chgan vaqtda Rim imperiyasi mana shunday davolg'ish va ziddiyat ichida edi. Rim imperiyasining ichidagi mana shunday davolg'ishlar Yevropaga ko'chgan Hun imperiyasining davlatini qurishga nihoyat foydali sharoit yaratib bergan. U vaqtda G'arbiy Hunlarning beshida Balamirxon ismli birisi bosh edi. Balamirxon boshchiligidagi Hunlar 355-yildan 374-yillarga qadar hozir dengiz bo'yidan o'tib Volga daryosi bo'yicha bo'lgan ariqning hammasini egallab, u yerda o'zining davlatini quraydi. Shundaqla Balamirxon yana ichkilab G'arb taraf qarab ilgirlaydi. Balamirxonning qo'shinlariga G'arb taraf qarab ilgirlashi sababli Yevropada yana bir ko'chish to'lqini qo'zg'aladi. Rim imperiyasi ichki ziddiyatga patqan bo'lg'achqa, Hunlar ilgirlagan yerning hammasini egallab mangadi. Hech kim ular qarshilik ko'rsatmaydigan, ular borgan yerning hammasini egallab mangadigan mana shundaq bir qo'rqmas obraz maydonga chiqadi. 378-yil kelgan vaqtda Balamirxon boshchilik Hunlar Donay daryosidan o'tib Trakiya, hozirgi Ruminiyani egallaydi. Hunlar yana ilgirlab milodiya 395-yil kelgan vaqtda Anatoliya va Ozarbayjon orqali Kavkaz rayonlaridan eshib Qor dengizining shimoliga qadar keladi. 395-yili Rim imperiyasi Theodosiusning o'lishi sababli Rim imperiyasi Sharq va G'arbdan iborat ikkiga bo'linadi. Bu bo'linish Hunlarning kuchayishiga va buyuk davlatini qurishga nihoyat foydali sharoitlarni yaratib beradi. Hunlar bu fursatni chang tutib Sharqiy Rim imperiyasiga qarshi hujumni boshlaydi va Trakiya, hatto Istanbul qadar qistab keladi. Bu turklarningki tunji bo'lib Anatoliya tuproqlariga, ya'ni hozirgi Turkiyaning Osiyo tarafidagi tuproqlariga kirishi hisoblanadi. Milodiya 400-yil kelgan vaqtida Balamirxon o'ladi, uning o'rniga Ulduzxon
Yevropa Hun imperiyasining beshiga chiqdi. Ulduz xonmi hujum qilishni, ya'ni kengaymichilikni davomlashtirdi. Hatto hozirgi Germaniyagachilik kengaydi. Yevropa Hun imperiyasining u vaqtdagi tutgan siyosati bo'lsa, G'arbiy Rim imperiyasi bilan yaxshi o'tish, Sharqiy Rim imperiyasiga bo'lsa hujum qilish va ularning zaminini egallash edi. Bu sababdan Ulduz xonmi Sharqiy Rim imperiyasiga bo'lgan hujumini davomlashtirdi. Ulduz xon hujum qilgan yerlarning hammasini egallab o'zining territoriyasiga qo'shib mangdi. Natijada Yevropada ikkinchi qatimliq cho'ng ko'chmanlik to'lqini qo'zg'aldi. Donay daryosining janubiga joylashgan Vandalar, Vizgotlar va German qabilalari ya'ni Yevropaga qarab kuchishga boshlaydi. Yevropa Hun imperiyasi Ulduz xonning davrida ajoyib kengaygan bo'lib, u vaqtdagi zamini Batur Mataxonning davridagi buyuk Hun imperiyasining zaminiga teng keladi. Ulduz xon G'arbiy Rim imperiyasiga sovg'a salomlarni avatib turib, ular bilan bo'lgan do'stlikni saqlaydi. Yana bir tarafdan Sharqiy Rim imperiyasiga bo'lgan hujumni to'xtatmaydi. Milodiya 422-yilga kelgan vaqtda Sharqiy Rim imperiyasi rasmiy shaklda Yevropa Hun imperiyasiga qaram bo'ladi. Ya'ni ularga boj to'laydigan bo'ladi. Har yili 357 ming oltin topshirishga ma'qul bo'ladi. Buning bilan Yevropa Hun imperiyasi kundan kunga kuchlanib boradi. Kuchlangan sari ulpanni ko'paytirdi. Milodiya 434-yilga kelgan vaqtida Hunlarning beshiga mashhur hukmdori Attila chiqadi. Attila taxtga chiqqan vaqtda Sharqiy Rim imperiyasining elchilarini ot ustida nihoyat ustunlik va izzat bilan qarshi oladi. Shundaqla Attila taxtga chiqqandan keyin atrofdagi butun qabila va aymoqlarning hammasini o'zining territoriyasiga qo'shadi. Attila taxtga chiqqandan keyin Sharqiy Rim imperiyasi va Yevropaning boshqa ellariga bo'lgan hujumni texnik kuchaytirdi. Yevropaliklarning nazarida Attila nihoyat qo'rqmas, jasoratli va bir qahramon, yana bir tarafdan qo'rqinchli kishiga aylanadi. Hatto Attillaning eti dastiga yadin o't unmaydi degan gaplar ularning orasida tarqaladi. Milodiya 447-yilga kelgan vaqtida Attila Sharqiy Rim imperiyasiga hujum qilib, bugun kunimizdagi Istanbul qadar keladi. Istanbulni og'ili temsilgan vaqtda Sharqiy Rim imperiyasi ajoyib yalirib turib oladi va ulpanni 3 hassa ko'paytib berish badaliga Attillani qaytib ketishga qoyil qiladi. Attila ma'qul bo'ladi. Attila 450-yillarga qadar Sharqiy Rim imperiyasiga tava bo'lgan 70 shaharni o'zining territoriyasiga qo'shib oladi. Attila Sharqiy Rim imperiyasini ana shunday bo'ysundirib bo'lgandan keyin 500 ming kishilik qo'shin bilan Fransiyaga hujum qiladi va Fransiyaning Metis va Reims shaharlarini egallaydi. Ondan keyin Fransiyadan o'tib İspaniyagachilik keladi. Ya'ni G'arbiy Rim imperiyasining jo'grafiyasi kelib taqishadi. Bilganimizdek Fransiya G'arbiy Rim imperiyasining jo'grafiyasi edi. Bu sababdan G'arbiy Rim imperiyasi Attilaga qarshi 600 ming kishilik qo'shin tayyorlaydi. Attila G'arbiy qo'shiniga qarshi Kataloniya degan tuzlanlikka chekinadi. G'arbiy Rim imperiyasining qo'shini Kataloniyaga boradi. Shunda qilib Milodiya 451-yili tarixdagi mashhur Kataloniya urushi yuz beradi. Bu urush nihoyat shiddatli yuz bergan bo'lib, bu urushda 160 ming odam o'ladi. Har ikkala taraf ig'ir zarbaga, ig'ir mag'lubiyatga uchraydi. Attila urushdan chekinadi. Ammo G'arbiy Rim imperiyasining qo'shini uning keyinini qo'lg'idek hola qolmaydi. Attila chekinib o'zini o'ngishib olgandan keyin Shimoliy Italiyaga besib kirib, Rumagacha, ya'ni Rimgacha besib keladi. Amalsiz qolgan G'arbiy Rim imperatori Valentinian Attilaga Papa Leonni avatib, qanday talab bo'lsa desin biz o'rindayli deydi. Attila ulardan ulpan talab qiladi va Valentinianning qizi bilan Attila uylanadi. Mushu sulhidan keyin G'arbiy Rim imperiyasi Attilaga to'liq shaklda qaram bo'ladi. Demak, Yevropa Hun imperiyasi Attilaning davrida Sharqiy Rim imperiyasining poytaxti Istanbulgachilik kelgan va ularni o'ziga qaram qilgan va shundaqla G'arbiy Rim imperiyasining poytaxti bo'lgan Rim, ya'ni Romagachilik kelgan, ya'ni hozir Italiyagachilik kelgan va shundaqla ularni o'ziga qaram qilgan. Bu sababdan Yevropa Hun imperiyasining eng gullangan davri Attilaning davri bo'lib, uning davrida Yevropa Hun imperiyasi Yevropadagi eng kuchli davlatlarning biriga aylangan. Yevropa Hunlari ana shunday kuchlangandan keyin ularning keyingi nishoni bo'lsa o'zining asli makoni O'rta Osiyo edi. Ammo Attila milodiya 453-yili tuyuqsiz o'ladi. Attiladan keyin Attilaning o'g'illari Yevropa Hun imperiyasida hukm yurgizolmaydi. Chunki Attiladan keyin ichki isyonlar bosh ko'taradi. Sirtqi jihatda Sharqiy Rim imperiyasi ularga hujum qilishga boshlaydi. Attilaning cho'ng o'g'li Ilak isyonlarga qarshi urushda o'ladi. Yana bir o'g'li Tinzak bo'lsa Sharqiy Rim imperiyasiga qarshi bo'lgan urushda kallasi ilinib o'ldirildi. Shundaqla uning kallasi Sharqiy Rim imperiyasida sazoy qilinadi. Ya'ni Attilaning o'limidan keyin Sharqiy Rim imperiyasi ichki jihatda isyonga, tashqi jihatda Sharqiy Rim imperiyasining hujumiga duch kelib, ojizlashib, milodiya 468-yilga kelgan vaqtida yiqiladi. Ya'ni yiqilib parcha-parcha kichik xalqlarga bo'linib ketdi. Bu davrda bizning vatanimiz va uning atrofida nima ishlar bo'lgan? Mana shu davrda bizning vatanimiz Sharqiy va G'arbiy Turkiston va To'xaristondan boshlab hukmronlik qilgan yana bir turk davlati o'ttirg'i chiqadi. U bo'lsa Turkiya Jumhuriyati raislik girbidagi 16 yulduzning 4-si simvol qilingan Oq Hunlar va yoki iftalitlar. Oq Hunlar kim? Ularning davlati qachon kimlar tomonidan qurilgan?
u vaqtda bizning vatanimizdagi ahvol qandoq edi? Bu haqda biz keyin qismda so'zlaymiz. Sultan bulup han ötken Uygurum sen canda Alem şahit bolganti Hem tarihni yazganda